Biz iste'mol qilayotgan oq va qora nonlarning bir-biridan farqi faqat rangida emas, bu organizmga qiladigan ta'siri jihatdan ham katta farqqa ega. Birinchi farqi uning tarkibida. Oq non rangi oq bo'lishi uchun ko'proq kepak va urug' donachalari olib tashlanadi. Shuning hisobiga unda vitaminlar, kerakli bo'ladigan kletchatkalar kam bo'ladi. Qora nonda esa dona butun holatda bo'lib, demak undagi kepak va minerallarni saqlanib qolgani uchun bizga kerakli, organizmga kerakli bo'ladigan vitaminlar, minerallar va temir moddalari o'zida ko'proq saqlagan bo'ladi. Ikkinchi muhim jihati qon aylanish tizimiga beradigan ta'siri. Oq non 70-85% gacha o'zida glyukoza, ya'ni shakar miqdorini saqlagan bo'lib, biz uni iste'mol qilgan paytimizda tez parchalanadi va organizmimizda shakar miqdorini keskin ko'taradi. O'z navbatida insulin ajralishi ham tez bo'ladi. Qora non esa u shakar miqdori ham 65% gacha saqlangan bo'lib, u birdaniga parchalanmaydi. Qora non organizmimizda sekin hazm bo'lgani uchun shakar miqdori ham sekin ko'tariladi. Shu tariqa organizmimizda zo'riqish paydo bo'lmaydi. Uchinchi muhim jihati to'yish hissi va bizni vaznimizga ta'siri. Oq non tez hazm bo'ladi, tezda ochlik hissini paydo qiladi va me'yordan ortiqcha ovqatlanishimizga olib keladi. Muhim eslatma, bozorda qora non deb sotilayotgan mahsulotlar doim ham rostakamiga qora non bo'lavermaydi, shunchaki uni rangini qoraytirib qo'yilgan bo'ladi. Haqiqiy qora nonni esa muhim jihatlari bor. Masalan, zichroq bo'ladi, yozuvida yozib qo'yilgan bo'ladi butun don deb. Shuning uchun tanlashda ham ehtiyotkor bo'ling.